mini inkubatorimiz ham mana xudo xolasa bitdi mana. Shu o'tgan videoda ko'rsatganim mana. Kichkinagina sovutgichdan shunday holatga keltirdik. Bu yerda suv turadi. Bu yerda aynagidan mana ko'rsa bo'ladi bemalol. Pastda suv idishlari, to'rtta latogi, ventilyatorlari. Bu yerda elektronikasi. Bu yerdan ochib yopamiz mana. 100% avtomat bo'ladi. Bu yerda poploklari, namlantiradiganlari, konsovik. Bu yerdan havoni ichiga tortadi, pastdan issiq havo aylanib chiqadi bu yoqqa. Havo sirkulyatsiya bo'ladi. Kichkinagina 260 ta tuxum sig'adigan. Bu yerda mana aynalarni ham qo'yib qo'yganmiz. Cho'chalar osib chiqqanda bemalol ko'rish mumkin. Bunga qo'shimcha kichkina datchikdan qo'yib qo'yganmiz. Buni tuxumga yopishtirib qo'yamiz. Tuxumning haroratini bilib turish uchun. Bu yerlarni shunday qilib yopib qo'yamiz. Ochilib ketmasligi uchun.